Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bizda hozir pomidorni bargini olish jarayoni bo'lyapti. Birinchi dongacha bo'lgan barglarni olib chiqyapmiz. Xudo xohlasa endi mana yaxshi shamol aylanadi. Mana taglari ham oldin barglar yopib, namlik ko'tarilgan namlik ham shu barglar to'sib qolib, mana shu yerda nima deydi? Umuman havo aylanishi yo'q bo'lib, namligimiz ancha ko'tarilayotgan edi. Xudo xohlasa endi bundan buyog'iga havo yaxshi aylanish hisobiga taglari ham yaxshi qurib, maqsadga muvofiq bo'ladi xudo xohlasa. Birinchi dongacha bo'lganda olib tashyapmiz. Hammaga sog'lik, omonlik, charchamanglar.